3 million 500 lar hisobiylab hisob qolaman aka. Aka vashi yerga uryorsiz aka Yer narxini. urganim yo'q aka. Ochyapsiz o'zi. Ishlatilmagan lekin. Tushundim, ishlatilmagan. Yangi kecha oldi aka buni. Yo'q, tushundim. Yangi telefon ochilganda, yo'q, ochilganda. Nima ochib oldinglar sen? Qolyapti ekan, ha bular ha. Qadam berasan qo'ygan pulga. Menga 8 million berishing kerak. Nima dedingiz? Men bu haromini 9 millionga oluvdim. Aytding 8 million yo'q qoladi. Libo yerga oladi, liboja ol. Birat urib yuboryapti. Yo'q, aka boshqa joy ko'rsatib bering. Men urayotgan bo'lsam, ochib qo'yibsiz. Ochilmagan, yangi bo'lganda ham, ochilmaganda ham bunaqa bo'lmadi. Narx shunaqa tushib ketadimi aka bular? Yo'q, o'zi unaqa qimmat narsa. Kim sotdi 9 millionga kim berdi aka? Voshcha apanda aytyapsizlar. 9 millionga deysizlar. Qani oldinglar 9 millionga mana shu uchun. To'g'risam ham bo'laverardi ekan, uni. Men senga aytdim mana shuncha iPhone oldi. Bu Huawei'mi nima nomi nima o'zi bu telefonni? Honormi Honor. A trend derida bu haromi bu. Qada trendi mana. Qimmat 3,5 million deyapti. Qada qimmat telefon. Qimmat. iPhone oldi men senga 100%. Yo'q, gap iPhone emas, просто 9 millionga voshcha balandta. Ha boshqa vashi. 3 million 600 ga bersanglar ishtira oldim jiga. Uni tepasida olmayman lekin, ochib qo'ydim. Ko'ryapsanmi, oshna men senga 100 marta tayinladim. Va kreditda bu bo'lmaydi desam ham, sen bilan mashina olaylik, mashina olaylik. Limit beraman hali. Limitim bor, qada berasan hozir. Yetadi limiti. Yetmaydi limit. Kreditga oldinglar? Kreditga bo'lsa, yo'q, kredit bo'lsa qulplab qo'yapti hozir. Aka qulplab vaqtda to'layman. Yo'q, hozir shunaqa 1 soat to'lamasangiz ham qulab men ola olmayman. O'zinglar problem, men ola olmayman. Bu boshqa joy. Oldimizda do'konlarga Qaysi magazin? hozir 90% hammasi quplayapti. 1 soat kech qolsangiz chidasha olmayapti-da. Shu uchun 9 millionga olishdi buni. Anvar menga berasan bugun, men bilmayman. Pul qadam bo'lsa ham topib berasan. Xohlasa 2 millionga sotasan. Do'konda olamiz. Buni qani qaytarib berasan? Olmaydi, olmaydi. O'sha avtomat qilib olgansizlar, olmaydi. Qaytaraman hali. Qada qaytarasan? Ochib olding, qada qaytarasan? Billat, men ham tefal qo'shib bersa olibman-da, billat. Tefalni billat. Ko'tingga taq, menga pulni top. Aka men aytda baqir-chaqir qilmanglar, boringlar. Boshqa joy ko'rsatinglar, men olmayman bo'ldi. Ha, birat oladi. Yo'rma aka tezda. Menga 7 oydan bo'lsa ham topib berasan bugun. Kreditga olish bo'ladi, mana shunaqa ahvol akalar. Kreditga olingan hamma telefonlar o'zi qulplanyapti, chidasha olmayapti. Muddatli to'lovga bergan do'konlar akalar. Bu yechim emas, u qarzinglar bo'lsa berib uzaveraman deb battar 3 barobar tiqishib oladi, ham quluplab qo'yadi. Ba'zi joylar zaryadchi korobkalarni ham polishyapti. Yaxshi bilib qo'ygan. Umuman olmaylar muddatli to'lovga mana tiqishib oladi.